Assalomu alaykum ajli. Bugun yana bitta yangi apparatimiz keldi, fotolampani. Va bu hozir raspakovka birgalikda qilib, men sizlarga baribir nima qulayliklari bor, nima kamchiliklari bor, yashirmasdan hammasini aytib beraman. Da ketdik, boshladik endi. Bismillah. Mana shunaqa qilib ovoz chiqarib ochadi-yu. Hop, bismillah. Mana shunaqa holatda keladi. Ko'pchilik aytib ketaman, men shu yerda keling, biz uchun mana shu narsani ko'rsatib ketaylik. Ya'ni bu LED lampa, ya'ni Cook spektrli blue light box deb aytadi. Bu nimaga? Ya'niki oldinlar qolib ketgan galogen yoki svetodiod, mana shu har xil luministiрующий oldin bo'lgilar bo'lgan, svetli bo'lgan. U oq svet, qizil svet, sariq svet bo'ladigan bo'lsa, hozir yoqib ham ko'rsataman. O'shanaqa svet bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha olmang. Va bu 450-460 nanometrli spektr beradigan, o'sha Cook spektr beradigan aynan apparat hisoblanadi. Mana shunaqa selofanli holatda bo'ladi. Biz yetkazib ham beramiz yangilarini. Bemalol bizdan zakaz qilsangiz ham bo'ladi. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Bismillah qaranglar. Ya'niki buni o'zini afzallik taraflari mana bunaqa holatda, mana ko'zga yopadigan, o'ziga ko'ziga ziyoni yo'q. Lekin o'sha aytib o'tgan oq spektrdagi, qizil spektrdagi, sariq spektrdagi galogen, luministiрующий o'sha apparatlar asosan ko'ziga, sitchatga ham ta'siri bor. Faqat teri nozik bo'ladi. Bilsalaringiz, bolalarda nozik bo'ladi. O'sha narsani, ya'niki har xil kasalliklar keltirib, DNKsini o'zgartiradi. Endi biz meditsinada o'qiganligimiz uchun bu narsani ko'p o'qiganmiz. Mana shunaqa holatda ko'ziga yopinchiqlar bilan keladi, mana shu achkichchalar bilan keladi. Mana bunaqa holatda keladi. Qaranglar. Mana bu apparatni o'zi mana shunaqa holatda bo'ladi. Mana bu 4 ta rejimda ishlaydi. Bu narsa nimaga kerak desalaringiz, men yaxshi ko'raman. Har bitta narsani tekshirib olishdi. Ya'ni bolangiz u sizni jigaringizdan bo'lgan. Ya'ni shuncha qiynalib, katta qilasiz, boshqa qilasiz, o'sha narsani oddiy mana bunaqa brakovanniy narsalarga ishonib qolmaysiz. O'shaning uchun men 10 marotaba bo'lsa 10 marotaba tekshirib, dillerlardan olganman. 4 ta rejimda u hozir kuchaytirib beradi. Uni yoqib ham ko'ramiz. Inson bilsalaringiz charchaydi. Endi biz tirikshonmiz. Ota-onalar asosan olgandan keyin nima qiladi desam, ota-onalar olgandan keyin albatta qo'yinglar deb aytsa, uxlab qolishi mumkin. Endi albattaki oilani boqish uchun yuradi. O'shaning uchun hamma yurgani uchun charchab qoladi. Qo'ying, akajon 2 soat qo'yasiz, mana bunaqa vaqtda 1 soat qo'yasiz, mana bunaqa vaqtda bunaqa rejimda buncha qo'yasiz deb aytganimizda ba'zi bir holatda endi tirik jonda albattaki shunaqa narsalar bo'lishi bo'ladi-da. Lekin mana shu holatda biz rejimda qo'yganimizda bizga ya'ni yordam beradi. O'zi titraytirib qo'yadigan, ya'ni spektrda o'sha nurni kuchini, diapazonni kamaytiradigan birinchi navbatda rejimi, soat rejimi bor. Keling, mana bunaqa holatda, mana kabellari ham ko'rasiz, original holatda bo'ladi. Tiqib ko'ramiz. Mana shunaqa tiqib ko'rganimizda, xo'p, bu tarafini ham bismillah. Qani, bunaqa qilib yopamiz. Hozir har bitta narsasini sizlarga tushuntirib beraman. Bu narsa haqida juda ham ko'p rost o'qiganman, chunki albattaki biz bu narsani ochishimiz uchun, insonlarga faqat foyda, ziyon taraflari bo'lmasligi uchun ko'p narsani o'ylab, mana shunaqa insonlarga yaxshi ta'sir qiladigan, bolajonlarimizga yaxshi ta'sir qiladigan eng yaxshi variantni albattaki tavsiya beramiz. Bismillah deb, mana on off degan joyi bo'ladi. Bosib turasiz, 5 sekund yonadi. Mana bu eng yorqin rejimi hisoblanadi. Bunda 4 ta rejim deb aytdim. Mana ko'rdingizmi? Bitta pasaydi. Mana pasaydi. Mana eng past holatda. Mana bunaqa qiladigan bo'lsa, yana yorqin holatga keladi. Bu juda ham muhim. Bu nimaga kerak desangiz, buni aslida olganimizda har bitta patsientlarimiz biladi. O'zbekiston bo'yicha biz mana shu xizmatni yo'lga qo'yganmiz. Vodiy deymiz, voha deymiz. Qoraqalpog'istonda to vodiygacha hozir mijozlarimizga hammasiga xizmat qilib kelyapmiz. Kimdir olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, sotyapmiz. Ya'niki kimdir arendaga olib bizning xizmatimiz, konsultatsiyamiz bilan birgalikda oladigan bo'lsa, xizmatimizni ham yo'lga qo'yganmiz butun O'zbekiston bo'yicha. Endi mana bu yerda time degan joyi bor. Ya'ni time deb bosadigan bo'lsangiz, sizda har xil soatlar keladi. H degan, hour degan, ya'niki soatlar bo'ladi. Misol uchun 30 bo'lishi mumkin, 1 hour deb aytibdi, ya'ni 1 soatga, 2 soatga qo'yishingiz mumkin, 3 soatga qo'yishingiz mumkin, 6 soatga qo'yishingiz mumkin. Mana shunaqa holatda rejimda. Kimdir misol uchun gepatosplenomegalia degan holatlar bo'ladi. O'sha vaqtida ko'pmi, kammi, o'sha bemorning holatiga qarab biz rejimda qo'yamiz. Endi bu narsani afzalligi nimada? Men aytdim boya, uchini chiqarib qo'ydim. Ya'niki biz tirik jonmiz, ya'ni o'sha bolani katta qilish uchun, oilamizni tebratish uchun nima qilamiz? Albatta ishlagan vaqtimizda charchab qolishimiz mumkin. Kechki vaqtda ham qo'yishimiz kerak, lekin uxlagan vaqtimizda buni o'zingiz o'chirishingiz kerak. Eski lampalarda o'zingiz o'chirmasangiz o'chmaydi. Endi bu narsani LED lampasi bo'lganligi uchun, ya'ni Cook spektrda bo'lganligi uchun bu sagrevание, ya'ni bolani badanini qizitirib yubormaydi. Lekin albatta bu narsa esingizdan chiqib ketadigan bo'lsa, albatta ozgincha xavfli taraflari ham bo'lishi mumkin. Chunki mana bu yerda e'tibor bersangiz, tan olish kerakki, bu ya'ni nurni qaytaruvchi mana shunaqa yaltiroq qoplama bilan qoplangan. Mana ko'rib turibsizlar, bu narsa ya'ni yorug'likni bir tekisda bolaga berishligi uchun juda ham muhim hisoblanadi. Endi mana shu narsa bergandan keyin mana bu yerda 105 ta LED lampasi va 150 tagacha hozir kunda yangi chiqarilayotgan fotolampamizlarda 150 ta mana bunaqa Cook spektrli lampalar bo'ladi. Olayotgan vaqtingizda iloji boricha tekshirib olishga harakat qiling. Mana shu eski lampalarda bo'ladigan bo'lsa, miltillab yonib o'chaveradi. U bir xil tushmaydi. Oyog'iga boshqacha, boshiga boshqacha tushadi. Iloji boricha tanani har bitta qismiga bir xil tushishga harakat qilish kerak. Endi bola tug'ilganda albattaki men yaxshi ko'radigan tarafim hamma narsasi, misol uchun e'tiborga olingan tarafi. Ya'ni bola qancha tug'iladi? 3,5 kilomi, 4 kilomi, vazn qanaqa bo'ladi? Ya'ni bo'yi 52 sm bo'ladimi, 50 sm
santimetrdan. Ya'ni eni qanaqa bo'ladi? Hamma narsa e'tiborga olingan. Bolani kallasi yoki boshi, tanasi, o'sha oyoq qismi chiqib qolmaydi. Undan tashqari bolada injiqliklar. Bizlar har xil kasallar bilan, ya'niki bemorlar bilan, bolajonlarimiz bilan ishlaganligimiz uchun kimdir injiqlik qiladi, kimdir 2 oylikda, kimdir 3 oylikda, kimdir 2 haftalikda, kimdir 2 kunlik, 3 kunlikda murojaat qiladi. O'shanaqa vaqtida ba'zi birlar beshikda yotadi. Bu qanaqadir sizga misol uchun quyosh tushib turadigan bo'lsa, ko'zi shapaqlanadimi? O'shanaqa holatda ozroq bezovta bo'lishi mumkin. O'shaning uchun men har xil yechimlarni aytib o'taman. Yechimlari qanaqa? Mana bu zamokchasini ochadigan bo'lsangiz, mana любой holatdagi shaklga keladi. Qanaqa qilish kerak, beshikka qanaqa qo'ysa bo'ladi, nima qilish kerak, yig'lamasligi uchun hammasini tushuntirib o'tamiz bu narsani. Endi mana bu yerda e'tibor berganlaringizda bu ko'zga hech qo'rqmanglar, ko'pchilik ko'ziga ziyon bormi degan narsa qolib ketgan, chunki eski lampalardan xalqda shunaqa fikr qolganki, ya'ni fotolampalar ko'zga sitchatkaga ziyon bo'ladi. Bu narsani sertifikati ham bor, video davomida albatta qo'yamiz, qo'llanmalarni qo'yamiz. Har bitta narsani iloji boricha pechatni narsasini olishga harakat qilaman. Agar pechati bo'lmasa, men qayta yuborib yuboraman. O'sha narsaga ham e'tibor bering. Agar sotib olmoqchi bo'lsangiz, iloji boricha o'zini kompaniyani o'zini albatta pechati bo'lishi kerak. Kichkina bo'lsa ham sizni tasdiqlangan narsa bo'lishi kerak. Video davomida bu narsani qo'yamiz. Kelinglar, ana shu narsa ochiq tursin. Mana bunaqa holatda ko'rganingizda tirqishlarini ko'ryapsizmi? Mana bu yerda. Mana 6 ta. Mana bekzodjon mana shu narsalardan ko'rsatib ketaylik xalqimizga. Ya'ni bunda holatda aytdik, ya'ni bolani terisi nozik bo'ladi va terida asosanki bizda bug'lanish, suv almashish, o'shaqa holatlar ham bo'ladi. Bunaqa holatda ba'zi bir holatlarda sovuq tushganda o'zini holatlari bor. U narsani gapirsak juda ham uzun bo'lib ketadi videomiz. Ya'ni dokkacha yopib qo'yishimiz ham mumkin. Dokkacha yopganimizda bola ancha vaqt turganidan keyin ozgincha endi organizm bo'lgandan keyin terilaydi. Bunga именно svetodiod. Mana bu yerda bekzod keling, mana shu qo'lingizda o'zingiz bitta qilib ko'ring. Issiqlik tushyaptimi, yo'qmi desangiz, issiqlik tushmaydi, to'g'rimi? O'shaqa holatda bu yerda issiqlik tushmaydi. Ya'ni issiqlik teplovoy udar bermaydi va o'sha eski lampalarning farqli va yaxshi tarafi ham shunaqa. Mana shu nimaga kerak? Ya'ni gapimizni davom ettiramiz. Doka aytdi, bu narsa havo almashinuvida yordam beradi. Ya'ni bola dimlanib qolmaydi. Kislorod ham, uglekislый gaz, ya'ni karbon angidridni almashinishda teri ishtirok etganligi uchun mana shu gazlar almashinuvida ishtirok etib turadi. Bu juda ham muhim hisoblanadi. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda tashqi tarafi xlopchatishni bumagidan qilingan. Xlopchatishni bumagi mana shu nurimizni aytdik, bu nur qaytaruvchi, bu yerda esa temperaturani bir xil saqlab turib, mana shunaqa havo o'tkazuvchi materialdan qilingan bo'ladi. Endi yana davom ettiradigan joylarimiz va men aytib o'tishimiz kerakki, bu kelajakda ta'sir qiladigan joyi yo'q. Kimdir aytadi, fotolampa o'zi quyosh nuridan olingan. Quyosh nuriga yotqizib qo'ysak, pedagonikka yotqizib qo'ysak, doktor bo'lmaydimi deb aytadi-da. Yo'q, men aytamanki, opajon, mana shunaqa yoki akajon, mana shunaqa holatda iloji boricha imенно sinalgan narsani oling. Fotolampa to'g'ri quyosh nuridan, aynan 450-460 amerikaliklar olimlar imенно ochgan diapazoni bor. Именно quyosh nurida esa diapazon har doim o'ynaydi. Unda eski lampalar bilan imенно quyoshda 9 dan 11 gacha quyosh ozroq foydali taraflari bo'lishi mumkin, lekin 3 xil. Ertalab boshqacha, obedda boshqacha, kechqurun boshqacha quyosh nurida diapazon bo'ladi. Ya'ni unda ultra benafsha, o'sha aytganimizdek ko'zga ziyoni bo'lishi mumkin, teriga melanin pigmenti holi yetishmagan bo'ladi bolada, o'sha narsalarga ziyon bo'lishi mumkin. Undan tashqari esa siz, misol uchun, hozir men shuncha beray, 450-460 beray, undan keyin 1 soatdan keyin 450-460 yana qoladi degan narsa emas. Bitta ko'payadi, bir kamayadi. Chunki bulut ham bor, misol uchun quyosh chiqadi, tushadi, qayerdadir quyosh harakat qilganligi uchun, ya'ni yerimizda harakat qilganligi uchun quyosh atrofida quyosh ham xuddi harakat qilganda soyalanishi mumkin. O'shaning uchun bir xilda tushmaydi. Skvoznya holatlarda bo'ladi. Undan tashqari ultrabinafsha va infraqizil nurlar aynan quyosh nurida va eski lampalarda bo'lganligi uchun iloji boricha mana shu yerda ham ta'sirligi bo'ladi. Endi mana shuni men minus taraflarini ham aytib ketay deb aytdim. Bu svetodiod lampalarimiz aynan 6 soat qo'yganman. 6 soat rejimda turgan. Agar aynan 6 soat bo'lgandan keyin taqqa-taq o'zi o'chadi bu narsa. Lekin 6 soat turgandan keyin bu ham albattaki nur. Men aytdim, mana bunaqa havo o'tkazmaydigan, nurni qaytarib beradigan qoplama bilan qilingan. Bu hammasi o'ylangan narsa. O'shanaqa vaqtimizda ozgincha bolani terilatadigan joyi bo'ladi yoki ozgincha qizaradigan joyi bo'ladi terisida. Ozgincha sipga o'xshagan, ya'niki ozgincha kichkina yarachalar paydo bo'lganday narsa bo'ladi. U narsadan qo'rqmaslik kerak, u narsa o'tuvchi, lekin eski lampalarda bu narsa qoladi. Men bitta hozir Qashqadaryolik bemorimizni aytib o'tib ketaman o'sha yerda, ya'niki bunda doka yopamiz deb birinchi qilgan vaqtlarimizda doka deb aytganman, ular noto'g'ri tushungan yoki men to'g'riroq tushuntirib bermaganmanmi? Qalinroq narsa olganlar-da. Qalinroq narsa olganligi uchun bu narsa, ya'ni havo juda ham qaytarib berganligi uchun, nurni qaytarib berganligi uchun bola terilab ketgan. Eski lampalardan mana shunaqa ozgincha e'tiborsizlik qoldirsangiz, bola обезвоживаниyadan, ya'ni komaga tushib qolishi mumkin. Обезвоживание ikximozlar deymiz, degidratatsiya deymiz fan tilida, ya'ni bola suv yo'qotish holatida juda ham tez, ya'ni sezuvchan bo'ladi. Bosh miyasi sezuvchan bo'ladi. O'shaning hisobiga radnichoklarni ko'radigan bo'lsangiz, tepada liqildoqlari bo'ladi. Birdaniga cho'kib qoladidan bola o'zi boshqacha tushib qoladi. Gohida sudurgiga ham tushib qolishi mumkin-da. Mana shu bittagina fotolampani shuncha xususiyati bormi desangiz, o'shancha xususiyat. Hali ham men sizga iloji boricha vaqtimizni ko'p tejalsin degan maqsadda kamroq ma'lumot berdim. U narsani juda ham ko'p ma'lumotga ega bo'lsangiz bo'ladi. Bekzodjon mana shu kitoblarni bitta ko'rsataymi kuzatuvchilarimizga. Mana shu kitoblarni o'qib, mana shu fikrlarga kelganmiz. Ya'ni o'z-o'zidan paydo bo'lmagan va bitta narsani aytib ketay. Mana shu xizmatda har xil insonlar, ya'ni boshqa sohada
sohadagi insonlar, ya'ni diplomi bo'lmagan, oliy ma'lumotli va ayni meditsinskiy obrazovание, ya'niki qanaqadir ma'lumotga ega bo'lmagan insonlar ham qiladi. Men hech nima demoqchi emasman, lekin qilinadigan bo'lsa iloji boricha uni rejimini qanaqa qilinadi? Agar qanaqadir asoratli yoki biz dori qo'shib beramiz, o'sha bilirubin zararli, ya'ni yog'da eriydigan, suvda eriydigan bilirubinga o'tkazib berish uchun qanaqa mexanizmlarda bo'ladi? Ya'ni o'tkunlardan 12 barmoqli ichakda ichak axlat orqali tashqariga chiqib ketishi, o'sha buyrakdan borib ura belingan holatda siydikka axlatga rang berishi, nechinchi kunda nima o'zgarishlar bo'lishligi, rahmat, u bilimiz uchun deb ko'pchilik aytib ketadi, duo qilib. Biz mana shu narsadan, ya'niki rohat olamiz. Men shaxsan shu narsa, iloji boricha harakat qilinglar. Men yana bir marta qaytaraman mana shu narsani. Ya'ni oliy ma'lumotli. Bizdan olasizlarmi, kimdan oladigan bo'lsalaringiz, vrachdan olishga harakat qilinglar mana shu xizmatda. Ya'niki ko'chadagi boshqa sohadagi insonlardan ko'ra, albatta sizga xavfsiz, bolangizda shuncha tilab, Xudodan so'rab olgan aynan ne'matni har qanaqa insonga ishonib ketmanglar. Sog' salomat bo'linglar, Xudo xolasa. Bu ham apparatimizni xalqimizga yanada xizmat qilishligi uchun va bolajonlarimiz yanada sog'ligini ukreplyatsiya qilib, ularning sog'lig'ini yanada mustahkamlab, mana shu yanada bir boshqa darajaga chiqishligimiz uchun albatta sizlar duo qilib qo'yinglar. Hamma narsa albatta duodan, sizlarni albatta qo'llab-quvvatlashlaringizdan keyin bo'ladi. O'sha uchun like bosib, komment yozib, do'stlaringizga yuborib qo'yinglar. Xudo xolasa biz xalq xizmatidan charchamaymiz. Sog' salomat bo'linglar, hammaga rahmat.